Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, opa-singillarimiz. Bugungi sanamiz 16-avgust hafta kuniga yakshanba Andijon viloyati Baliqchi tumani. Baliqchi chorva mol bozoridan sizlarga videolarimizni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Keyingi bozorda qanaqa mollar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shular haqida ma'lumotlarni qoldirib o'tib ketamiz. Qani unda sizlarni ko'p kuttirmaymizda narx-navolarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Videolarimizni boshladik. Aka, assalomu alaykum, hormang. Charchamayapsizmi aka? Jicha uzqariroq ekanda mollar. Endi ipga tushmaganmi? Ammo ko'chatlari chiroyli ekan. Aka, narxlarni nech puldan aytyapsiz? 65 oz ekan. Jupiga 60. Ha. Jupiga 65 million so'm, kamlari bor, 58 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Ammo niyat qildim deb like bosib qo'yasizlar, kamida xonadonlarda 10 donadan bo'lsin shunaqa buqalardan 58 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Xudo xolasa oz-moz qo'shilsa bitadi. Nomerini olib qo'yamiz, sababi chiroyli ekan mollar. Aka, nomer qoldiraveramizmi? Dehqonchilik aka sizga? Akamizga dehqonchilik ekan. Qoldiravering aka, endi mabodo nima ish bor? 481 67 43. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Manzil qayerda aka? Manzil Chinoboddan ekan, akalarim. Ajetta yosh kichkina semental bo'zakchalar ham chiqdi. Sut emdisidan bormi deb hali so'ragan obunachilarimiz ko'p bo'ladi. Mana sizlarning e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Narx-navolari nech puldan ekan aka bularni? Akamizdan olamiz ma'lumotni. 1,5 oylik yosh bo'zakchalar. Ishqibozlariga. Xudo xolasa nomerlarini ham qoldirib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari nech puldan aka? 30 million kam bor deyapti, 22 ga bermayapmiz. 30 million so'mdan kamlari bor, 22 million so'mdan savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Lekin haqiqiy toza qonlilar ekan. Toniga, sortiga, qoshiga, ko'ziga, kiprigiga e'tibor berib qo'yasizlar. 22 dan savdosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Ishqibozlarga nomer ayting aka. 94lik. 023 70 90. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda? Faqat 5 kun ichida, 5 kundan keyin telefon qilmay qo'ysin. Faqat 5 kun ichida. Aka, buni yana tagi bormi? Tagi serob ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Gibrid variantidan ekan. Yosh ko'chatlari gibrid variantlaridan. Aka, buni puli nech pul ekan? 25 kamlari bor. Kamlari g'ijbija, xudo xolasa. Gap yo'q aka, necha oylik bo'ldi bu? 1,5 oylik. 1,5 oylik yosh novvoscha. Bu nima? Sementalga gibridmi aka? Sementalga gibrid ekan. Savdosi qanaqa bo'lyapti buni aka? 21 million so'm beryapti. Mashlarni jicha yiriroq varianti. 21 million so'm savdosi bo'ldi deyapti, berishmabdi. Ishqibozlarga aytamizmi nomerda aka? 77lik. Aha. 048 Aha. 90 90. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Endi yosh novvoslarni ko'rsatdik. Endi mana shu yerda semiz buqalarni ham savdolari bo'layotgan joylaridan agar imkon qadar ko'rsatib o'tib ketamiz. Nech pulga bo'lyapti taroziga? Blogermi aka? Mashinasini? Mash shvedmi aka? Mash shveddi. Puli nech pul aka? Mash akamiz olibdi. Nech pulga bo'ldi? Bozorda oldim ekan 70 ming so'mdan taroziga bo'pti. 72 mingdanmi? 72 ming so'mdan ekan. Taroziga bo'pti. Yaxshi, bugun bozor ancha yurib qopti aka. Gap so'z yo'q. Bo'ldi. Buqani yaxshi bo'lsa akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Ayting nomer. Bo'ldi aka. 91 367 83 63 qilishaveradi. Kimda maynaqa semiz buqalar bo'lsa akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Lekin u qonunlariga ham e'tibor berib qo'yinglar, obunachilarimiz. Narx-navo aytilayotganda, boshqa bo'layotganda, misol uchun zo'rmas. Mana, misol bu bilan buni ancha ot bilan tuyachalik farqi bor.
Aka nomerda qoldirib qo'ydik, aloqaga chiqishadi. Gap yo'q. Aka taroziga qo'ydinglarmi? Ha, 553 kilo 600. 553 kilo chiqdi. 553 kilo 600 chiqibdi. Alloh barakasini bersin, aka. Oldim aka. Akamizni oldim, nomerini qoldirdim. Bo'ldi, nomerlarni qoldirdi. Obunachilarimda mana buqalar bo'lsa, aloqaga chiqaveradi, naqd pulga olaveradi. Ammo taroziga kelishasizlarmi, oyog'iga kelishasizlarmi, naqd pulni olinglar. Kim bilan kelishsanglar ham. Nasiyaga umuman mol sotmanglar. Gap yo'q. Go'zallaridan mana. Haqiqiy shvedni tozasidan bor ekan mana, to'qali variantidan. Aynaqalardan qidirganmi deylar? O'zi ancha bo'ldi video qo'ymay qo'yganimizga. Endi jicha chalg'ishlar, videolarimizda, so'zlarimizda xatolar va kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Aka, narxlari necha puldan ekan bular? 36 deyapti. Shvedda 36 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari 1.30 atrofida chiqadi. 1.25 plyusida. Savdosi-chi aka? Savdosi. Savdo bo'lmadi. Hali savdolari bo'lmadi. Narigisini necha pul narx aytyapsiz aka? Buni 35 million so'm narx aytishyapti ekan. Bunisiga bo'ldimi aka savdo? 30 million so'm so'rashibdi, berishmabdi. Buqanoma go'zallari. Aka, savdoingiz bersin. Qaysi Uz aka? Bunyodbek Uz aka. Barasanmisiz? Aka bo'ladigan pulga. Aka, mana xursand deyman, bering olmashindanmisiz? Yo'q, bunda olarmayman. 7ga. Bunga oladigan bo'lganda bir og'iz gap bizga oladi. Sizga bu meter yaqinlashtirgan. Savdogar aka, qaysi biriga pul beryapsiz? Jupiga. Jupiga necha pul? 46. Jupiga 46 million so'm savdolari bo'lyapti. Savdolarining ustida. Xudo xolasa oz-moz bor deyishyapti. Qirq 6 million so'mga savdolari bo'lyapti, berishmayapti. Ammo buqani semizliklari yaxshi ekan, o'rtacha holatda. So'ysa ham bo'laveradi, dalcha boqsa ham bo'laveradi. 46 million so'm. Xo'p. Davlatbek, ozgina qo'shib bering, bo'lmasa agar bitta joyi bo'lsa. O'z rasxotimiz bor, boshqamiz bor. Ko'ryapsiz-ku aka. Gap yo'q. Biz ham endi hali Qanchalik bilan baraka topadi. Mana qarang. Yonga qo'ysin. Ishlayapman. Mashina oling, yashinga. savdolari bo'lib turib shekilli, savdolari bo'lib turgan joylaridan bermaydi deyapti akam. Nech pulga bermayapti? 22 million 100. 22 million 100 ming so'mga savdolari bo'lib turibdi. Savdolarining ustida lekin semizliklari yaxshi ekan, molda hamma narsa sifatlariga qarab bo'lyapti. 22 million 100 ming so'm ozgina qo'shib bering deyapti. 22 million 100 mingga 22 million 200 ming so'm. Aka buni puli nech pul aka? Ola parodani. 25 deyapmiz kami bor. 25 million hammasi kami bizda aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Savdolari-chi aka? 22 million 21,5 million qildi. 21,5 million so'mdan 22 million so'mgacha savdolari bo'pti. Yoshlari qanaqa aka? Yosh 1 yasharda endi o'tdi. Endi yoshlari 1 yashardan endi o'tibdi. Aka nech pulga bo'ldi barakasi? 65 ming so'mdan taroziga. Endi qo'yamizmi aka taroziga? Bo'ldi. Tarozini ham bir ko'rib beraylik. Taxminiy kilosiga bir 620 ko'ryapman. Sizlar-chi obunachilarimiz? Borganimizcha taxmin qilinglar. 572 kilo. 572 kilo keldi. Endi och qoringa ekan 572 kilo. Zinasi men ko'p ko'ryapman ekanda. Shvet novvochalardi, go'zallardan. Bu Qirg'izistonniki aka? Qirg'izistonda mana mollari ham kirib kelishda boshladi obunachilarimiz. Pullari nech pul ekan aka? 22 million kami. 22 million so'm kamlari, xayrlari Xudo xolasa g'ij-bij. Bu shvet ham siznikimi aka? Buni 18 million savdo qilishdi. 18 million so'm savdo qilishdi, bermadingiz. 18 million so'mgacha savdolari bo'pti. Shu yosh novvochamizni Qirg'izistonda
buqasi ekan. Ko'chatlari ham go'zal, chiroyli, arqa oldilari kelish kerak ekan. Shvedgachi aka, Shvedga nech pul aytyapsizlar? 23 million. 23 million so'm kamlari bor. Savdosi aka, savdosi. Savdosi 21 ga bermadi. Savdosi 21 million so'mga bermabdi. Yoshlari qanaqa aka buni? Yoshi 3 oylik. 3 oylik. Ishqibozlariga nomer qoldiraylik aka. 3 oydan o'tdi. 3 oydan endi o'tibdi. Ishqibozlariga nomer ayting aka. 77lik. 769 44 77. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bunisiga ham aytib qo'ying aka nomerni. 94lik. 94lik 388 388 03 03 44. Manzil qayerda aka? Shahrixondan ekan. Akalarimiz doimiy shu ish bilan shug'ullanadi. Kimga qiziq bo'lsa hozirgi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tagi seropa xudo xolasa. Gap yo'q aka, bozoringlar bersin. Aka nech puldan bo'ldi bu? 27 million so'm olib chiqib ketyapti. Qirg'izistonda shved buqalaridan obunachilarimiz sizlarning e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Formanglar, charchamayapsizlarmi? Tuzyapsizlar? Bularning pullari nech puldan aka endi? Pullari ukaxon, tuzyapsiz, qalaysiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzyapsiz, mana shu ukamizniki ekan. Nech puldan narx aytyapsiz bularga? 8,5 million bo'lsa. 18 million so'mdan 23 million so'mgacha ukamizni buqalari bor ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraveramizmi? 93lik 712 712 30 3040. Manzil qayerda? Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. Mabodo meni obunachilarim telefon qilib, misol uchun kelishib qolsangiz, boshqa bo'lib qolsa, dastlabkilarni qilib beraverasiz. Aka vodi bo'ylab Toshkentgacha bittaga chiqaraveraman aka, Toshkentgacha. Toshkentgacha bitta oyganga ham chiqarib beraverar ekan. Faqat endi Samarqand, Buxoro ketaveradi aka. ha, kelishilgan holda gap so'z yo'q. Bozoringizni bersin. Mashina savdosini o'zi nech pulga bordi? 21 million 700 ming so'mdan. 21 million 700 ming so'm, 21 million 700 ming so'mdan. Ammo obunachilarimiz olinglar, baraka topasizlar, yaxshi bo'zaylar ekan. Bozoringlarni bersin. Bu tomonda o'zimizni jaydari buqalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Yo Qirg'izistonlar buqalari bormi aka bularning ichida? İçinde tanla ola Kırgızistan'da. Ichida tanlab oladi deyapti. O'zimizni mesning buqalari aka bular, ha? Mesnisi ham bor, Mesnisi ham bor ekan, Qirg'izistondan keltirilgan ekan o'zi. Aka, nech puldan nech pulga davr bor aka sizda? 25 dan 20 gacha. Kami bor. 20 million so'mdan boshlab 25 million so'mgacha narx aytilyapti. Kamlari xudo xolasi g'ij-bish. Ha aka? Mana shu jupi nech pul aka? Mana shu jupiga? 4tasi 25 dan bor, 4tasi. 1 2 3 4tasi 25 dan kami bor. Ha. 4tasi 25. Bo'ldi gap yo'q. Shu akamizniki ekan. Mana shu 4 donasi 25. Aka, qo'lga tegadigan nech puldan berasizlar buni? 23 dan beramiz. 23 dan. Yani jicha xayrini qilib berasiz obunachilarimga. Gap so'z yo'q. Nomer ayting aka. 93lik 93lik 938 Aha. 60 60. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. 15 bering, kam bor. Bunisiga mana 15 million so'm kamlari bor. Yoshroq bo'zaylardan ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana shved buqaga mana savdolari bo'lib turibdi. Savdolarning ustida. Shved buqani aka savdosi nech pul bo'lyapti aka? 20 million kami bor. 20 million jinday kami bor. Nech pul berdingiz-ku? 17 million 550. 17 million 550 ming so'm. Pul beryapti ekan mashinasiga. Barakasi ham bo'ldi. 17 million 550. 17 million 600 ga bo'pti barakasi. Lekin aka, yaxshi zo'r bo'zay ekan. Ko'chatlari ham zo'r aka. Maqtashmasi zo'r ekan. Gap yo'q. Aka nech pul bo'ldi xunajin? Bilmabdi. Aka nech pul bo'ldi xunajin? 12 million 500 ming so'm.
olinganlaridan 20 million so'm bo'pti mash. 20 million so'mga olishibdi. Chorva Bo'ston kanaliga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Aka necha pulga bo'ldi aka? Bor aka. Narxini bilmaydi ekan. 28 million 100 ming so'mga barakasi bo'pti hozirgi shved buqani. 10,5 million so'mga barakasi bo'pti. 6 million so'mdan sovliq qo'ylar. Barakalari bo'pti. Qo'chqar necha pul bo'ldi? 7 million 600 ming so'mga. Qo'chqar. Xunajillarcha aka? 14 million so'mdan bo'pti. Olib chiqib ketyapti. Boqqani olishibdi. Necha pul dedingiz aka? 2,5 million so'm. 5 million 600 ming so'mdan bo'pti. 5 million 600 ming so'mdan qo'chqarlar, barakalari bo'pti. Chiroyli qo'chqarlar ekan bu. Endi bu yerda faqat olinganlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bozorda cheksak bitganlari bo'ladi ko'proq, savdolari bitganlari. Aka sigir necha pul bo'ldi? Pullarni bilishmabdi sigirda. Aka buqa necha pul bo'ldi? 20 million 500 ming so'mga. 20 million 500 mingga barakasi bo'pti. 3tasi 66 million so'm bo'pti. 22 million so'mdan. Ammo yaxshi semiribdi mollar, jonivorlar, xunajin ekan. Asha xunajinni sheriklari. Yo bu novvos ekan ammo. Nech pulga berdingiz aka? Nech pul? 27 million 400 ming so'mga. Novvos ekan. Aka xunajinlar nech puldan bo'ldi? 25 million. 25 million 200 ming so'mdan. Arzon bo'pti ammo. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxirida nech pulga bo'ldi aka? 4 million so'mga. Mana qo'zi qo'shqar ekan. Xunajin nech pul bo'ldi? 10 million 250 ming aka. 10 million 250 ming so'm. Chiroyli xunajin ekan aka. Ona bolasiga-chi aka? 29 million 500 ming so'm. Bolasi novvos ekan. Juda go'zal, ajoyib. 72 ming so'mdan sotilgan buqamiz olib chiqib ketyapti mana. Taroziga 72 ming so'mdan.